Daro'da xohlasan, moshni sochli materialda bo'ldi. Men o'zimdan ko'rib bahosini berishgan ishi. Mana bugun Farg'ona viloyati Farg'ona shahri Xazina ko'chasiga navbatdagi darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Darvozamizni ko'rib bahosini berasizlar. Baholasi juda ham shinam, juda ham chiroyli holatda kelib o'rnadi. Darvozamiz ishlagan material tanishtirib o'tamiz. Ikkala chekkasi o'rtalari 10lik profil, 2.7 seriyada listlarimiz 1.8 pilisovoy, 2 qavatli holatda. Profillari polni to'qima profillari 2 seriyadan bo'ldi. Daro'da xohlasan, moshni sochli materialda bo'ldi. Men o'zimdan ko'rib bahosini berishgan ishi. 2 qavatli bo'lishiga qaramasdan darvozada olib chiqish uchun shovqin yo'q. Ko'p holatlarda 2 qavatli qildiriladigan bo'lsa shovqin chiqib qoladimi, boshqa bo'ladimi deyishadi. Yo'q, mana Xudo xohlasa chiroyli yasaladigan bo'lsa, chiroyli materialdan qilinadigan bo'lsa, cho'tki holatda kelib o'rnaydi. Darvozamiz mana zamoklari ham oddiy yopilishlari juda ham yengil holatda. Hamma yo'g'i full qurilmasi variantda. Ko'p holatda e'tibor bersak, shu narsaga bee'tibor bo'lib qolamiz. Ularni qo'yib, chiroyli holatda olib kelib o'rnatib berdik. Mana darvoza. Moshli holatda, ruchkalarni ham o'ziga yarashgan holatda, chiroyli holatda moslab, darvozani gabaritiga moslagan holatda aktiv o'rnatdik. Ko'ringlar, baho beringlar, kimdagi shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, 12 ta viloyatga dastlabki san'at xizmatimiz bor. Narxlar o'zgarmagan holatda borib vazmin olish, dastavkani o'rnatish xizmati tez holatda.